Bir paytlar bunday hashamat faqat sultonlar va amirlar saroyida bo'lgan. Bugun esa biz ana shunday darajadagi uyning ichiga kirib ko'ramiz. Tayyor bo'ling, bu oddiy obzor emas, bu saroyga bo'lgan sayohat bo'ladi. Toshkent shahar Olmazor tumanida joylashgan haqiqiy klassik uslubdan ta'mirdan chiqarilgan hovlini ko'rsatib beraman. 275 sotuv maydonda 6 ta xonani shunaqangi chiroyli qilib qurib qo'yishdi. Ustalarning qo'li dard ko'rmasin, okalar. Bitta ichkariga kirib obzorni qilaylik. Sizlardan bo'lsa bitta like kutib qolamiz. Hammamizga mana shunaqangi orzu, havas bilan chiroyli qilib qurilgan hovlilar nasibi ro'za aylasin. Qani ketdik o'rtoqlar. O'zini podval qismlariga ega, bu yo asosiy ishimiz orqali holga kirib o'tiladi. Podvali ham to'liq podval qilingan, podvallari ham allambalo bo'yotdi o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Toshkent shahar Olmazor tumani Chig'atoyda joylashgan bu xonadonlarimizni narxini video davomida aytib o'taman. Undan oldin bitta remontlarni, dizaynlarni ko'rib beringlar. Kirilishimizda mana shunaqangi hol kutib o'tdi. O'ng tomonda zinalarimiz orqali 3 ta o'ringa chiqib tushsa bo'ladi. Natijnoy patologdan ajoyib bir dizayn qilishibdi. Chap tomonimizda prixoshka mebellarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oshxonalarimiz. Bu yerda ham natijnoy patologlar, tupli pol va radiatorlar asosida isitiladi. Hovlingiz yam-yashil bo'lsa, mazza bo'lsa kerak. Mengachi hovlani eng yoqqan tomoni ichkaridagi hashamatlar emas. Menga eng yoqqan tomoni yashil maydonlari, yam-yashil bo'lib hovli juda ham chiroyli bir salqin bo'lib tursa, o'sha yoqadi. Sizgachi do'stim? Sizning hovlingiz qanaqa bo'lishi kerak? Fikrlaringizni yozib qoldirsangiz, quruvchilar ko'rib, shunga qarab hovlilarni, joylarni qurishadi. Bu tomonda mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Havo aylanishi uchun mana shunaqangi orqa hovlilari qilingan, bemalol havo aylanadi va yorug'lik tushib turadi. Mabodo uyda elektr ketib qolsa ham, xonalarimiz yop-yorug' bo'lib turaveradi. Qaranglar, mana shunaqangi kattagina mehmonxonada qarindoshlarni, keldi-ketdi, qadi-qudandalarni kuzatsanglar bo'lar ekan, to'g'rimi? Oppoqqina krashinli eshiklarimiz, bu tomonda umumiy sanuzellarimiz birinchi qavatimiz uchun bo'lyapti. Tilla rangli detallardan foydalanilgan holatda chiroyli bir sanuzel hojatxona qilib qo'yishdi. Bu xonadonimizda 6 ta xona joylashgan bo'lib, birinchi qavatda o'zida mana shunaqangi otaxon, onaxon duogo'ylarimizga o'zincha sanuzellariga ega bo'lgan chiroylikkina yotoqxona. Bu yerdagi qancha mehnat, qancha pul ketgan bilasizlarmi o'rtoqlar? Chiroyli bir aboylardan ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Televizor qo'yadigan joylari ham bor. Siz ham niyat qildingizmi? Inshaalloh bir kun men ham oilamga, ota-onamga issiq sovuq suvlardan muammo yo'q, ibodatlariga sharoitlari bor bo'lgan chiroylikgina hovlilar qurib beraman, olib beraman deb yaxshi niyatda yurgan do'stlarimiz bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Qaranglar, podvalni ham juda ham chiroyli qilib bezatib yuborishdi. Mana shunaqangi dam olish zonalari, maza qilib oila davrasida kino ko'rib yoki farzandlaringiz bilan PlayStation o'ynashga joylar qilib qo'ysanglar bo'lar ekan, to'g'rimi? Agar mana shu hovlini egasi bo'lib qolganingizda, mana shu podval qismiga siz nima qilgan bo'lardingiz? Kimdir futbol ko'radigan joy qilib qo'yadi, kimdir o'z uchun bitta ofischa, kabinetcha qilib qo'yadi, kimdir namozxona qiladi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Albatta fikrlaringizni qoldiring. Hovliga chiqadigan alohida eshigi ham bor. Bu eshik nimaga qilingan? Nimaga podvalga 2 ta eshik orqali tushiladi? Ya'ni hovlini ichidan ham, ya'ni binoni ichidan ham joyi bor va hovlidan ham tushish joylari qilingan. Nimaga rasxod qilinib o'sha narsa qilingan? Fikrlaringni yozib qoldiring. Kim topa olar ekan shuni sababini? O'rtoqlar, ikkinchi qavatimizga mana shu zinalarimiz orqali chiqishni boshladik. Sizlardan qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bosib, shu videoni yaqininglarga, uy qurmoqchi bo'lgan, uyga qiziqayotgan mana shunaqangi do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Mana shunaqangi ikkinchi qavatimizda katta keng mo'l koridorlarimiz joylashgan ekan. Xon saroylarda qo'yiladigan uzun bir katta lyustralar ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu tomonda bo'lsa o'rtoqlar, ota-onalar yotoqxonasi, ichida garderobchidan mo'ljallangan bitta joyi va ichkarisida o'zini sanuzellari, yuvinish uchun sharoitlari qilingan ekan. Bu binoning ichkari qismida eng menga yoqqan tomoni oppoq eshiklari bo'ldi o'rtoqlar. Eshik uyi dizayni 50-60% ni egallaydi. Ya'ni eshigingiz xunuk bo'lsa, uyingiz xunuk, eshigingiz chiroyli bo'lsa, uyingiz chiroyli. 60% rol o'ynaydi.
Qaranglar, bu tomonda ham farzandiylarga chiroyli bitta yotoqxonalarimiz joylashgan. Radiatorlari o'rnatib qo'yilgan va o'zini mana shunaqangi dekor panellar bilan bezatib qo'yilgan ekan. Yozgi oshxonasi borligi zo'r-a. Hovli bo'lgandan keyin yozgi oshxonasi bo'lsa-da, o'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Mazza qilib u yoqda palovlarni tayyorlab, oshlarni qilib, hamma oila a'zolaringiz, qarindosh-urug'laringiz kelib qolsa ham birgalikda tapchanda o'tirib olib, hovlingizda inshaalloh nasib qilsin o'sha kunlarga Alloh yetkazsin inshaalloh. Bu tomonda bitta yotoqxonamiz bor ekan, yashil rangli dizayndan foydalanishibdi va oxirgi xonamizni ham ko'rsatib beramiz. Bu xonadonimizga 320 ming narx so'ralyapti. Albatta kelishtirib, savdo qiladigan joylari bo'ladi. Kelinglar, joyida ancha savdo qilib o'tib beriladi. Bu tomonda ham balkonli xonamiz bo'lib turib, chiroyli lyustralari ilingan ekan. Balkondan bo'lsa, ajoyib bir manzaralarni tomosha qilishingiz mumkin. Bibozor TVda agar arzonroq uy qidirayotgan bo'lsangiz, men sizga 200 mingdan boshlab 300 minggacha bo'lgan uylarni ro'yxatini pastda tayyorlab qo'ydim. Opisaniyada yozilgan havolalar, silkalar orqali saytimizda o'sha aytilgan 200 mingdan boshlab 300 minggacha bo'lgan uylarni kirib tomosha qilishingiz mumkin. U yerda xohlagan variantingizni tanlab olishingiz mumkin. Bibozor TV YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videomiz mana shu uy haqida bo'ladi. Bu ham 229 mingga so'ralyapti. Sergelida joylashgan ajoyib bir xonadon, Elbrus restoranining orqasida metroga yaqin joyda joylashgan ekan. 2 o'tida 6 xona qilib qurilgan. Obzorni tez orada qo'yamiz. Bizga obuna bo'lib, albatta kuzatib boringlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Boringlarga shukr. Charchamanglar.